Xo'p, behuda narsalardan qutulish uchun nimalar qilishimiz kerak? Hadisga amal qilish uchun qanday yo'l tutishimiz kerak? Birinchisi, behuda narsalarni tark etish uchun eng birinchi narsa umr g'animat va omonat ekanini yaxshi o'qib olish kerak. Hozir psixologiyada bitta nima bor? Tarbiya usuli bor. Oynaga qarab olib, o'ziga o'zi gapiradi. O'shanaqa qilib inson o'zini tarbiyalaydi deydi. Behuda ishlardan qutulish uchun inson o'ziga o'zi gohida xitob qilish kerak. O'zini o'zi hisob-kitob qilish kerak. Birinchi bo'lib, demak, umr g'animat javob beramiz. O'ylamang, hozir xohlagancha yashab yuribmiz, lekin o'ylamang, bu bo'ybash bo'yi ketaveradi, Alloh hammasini kechiradi deb. Alloh kechiradi inshaalloh. Lekin kechirmasa nima qilaman degan, so'rasa nima qilaman degan hisob kitob insonda demak e'tiqod bo'lish kerak. Ulamolarimiz aytadilar, bir podshoh o'zining odamlari bilan bir safarda g'orga kirdi. G'orga kirganda karvon bo'shi bo'lib turgan podshoh o'zi xalqini yetalab ketayotgan ekan. Ogohlantirdiki, oyog'inglarga tosh botyaptimi dedi. Ha, tosh botyapti. Shu toshlardan qo'linglarga siqqanicha olinglar, keyin xursand bo'lasizlar dedi. Shunda kimdir qo'ynini to'ldirib oldi, kimdir ozroq oldi, kimdir aytdiki, o'z zo'rg'a ketyapsiz-ku, toshga balo bormi deb olmadi. Keyin g'ordan narigi tomondan chiqishsaki, qarasa qo'ldagi haligi tosh deyilayotgan narsalar dunyodagi eng qimmatbaho gavharlar ekan. Orqaga qaytishga esa ruxsat yo'q, qaytib kirishga. Shunda imkon qadar qo'ynini to'ldirgan odamdan boshqa hamma afsus qiladi. Ozroq olganlar, 4ta 5ta olganlar ko'proq olmaymanmi deydi. Umuman olmaganlar esa hasratda qoladi. Dunyo hayotidan biz yashab o'tar ekanmiz, xuddi karvon kabi. Bu dunyodan yaxshilik kasb etib qolishimiz kerak. Shuning uchun Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlar: "Kun fi dunya ka'annaka g'arib aw 'abid sabil." Dunyoda bir yo'lovchi bo'l yoki musofir bo'l deganlar. Dunyoda musofir kabi, yo'lovchi kabi yasha. Siz masalan Toshkentdan hozir Samarqandga, Surxondaryoga yoki Andijonga yo'lga chiqdingiz. Asosiy maqsad boradigan manzilingiz. O'shada dam olaman, o'shada bir yo'li taomlanaman, hamma ish o'sha yoqqa qo'yasiz. Yo'lda esa yetib olgudek harakat qilasiz, yetib olgudek xarajat qilasiz, to'g'rimi? Dunyoda inson oxirat sari ketayotgan bo'ladi. Dunyoda yashagudek va boradigan joyingizda manfaat berishini hisobga olib harakat qilishingiz kerak. Mana shu behuda ish, foydali narsa bilan mashg'ul bo'lish mana shu bo'ladi. Shuning uchun aytilyaptiki, behuda narsalarni tark etish uchun inson demak hayotning haqiqatini bilib olishimiz kerak. Uni javobgarligi, uni mas'uliyatini his qilishimiz kerak. Mana shuni his qilgan sariz inson tinch o'tira olmay qoladi. Behuda pul vaqt sarflamay qolasiz. Illo charchaganda ozgina endi tana toliqadi, o'shanda dam olasiz. Boshqa vaqt quvvat topdingiz, foydali ish qilgingiz kelib qoladi. Nimaga? Chunki hayotning haqiqatini anglab borgansiz. Foydali ishlarga mashg'ul bo'lish uchun ikkinchi ish albatta Allohning o'zidan yordam so'rash, tavba qilish. Chunki hadisda aytilyaptiki, kim Allohning huzuridan quvilsa, Alloh uni behuda narsa bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Qaysidir gunohlarimiz tufayli biz behuda narsaga mashg'ul ekanmiz. Befoyda ishlarga Alloh bizni mashg'ul bo'lishimizga qo'yib qo'yibdi. Demak, biz qaysidir gunohlar, qaysidir ayblarimiz tufayli shu holatga tushganmiz. Allohdan uzoqlashganimiz uchun umrimiz behuda o'tadigan bo'lib qolgan. Qaytish nima bilan bo'ladi? Tavba bilan bo'ladi. Istig'for, tavba o'zimizni o'nglashga urinish bilan bo'ladi. Shuning uchun Allohdan yordam so'rash, Allohga ko'p tavba qilish hayotimizda behuda narsalardan yuz o'girishimizda bizga eng asosiy yordamchi omil bo'ladi. Uchinchisi,
behuda narsalarni tark etish uchun foydali narsalar bilan vaqtni band qilish kerak. Foydali ishlarni, rejalarni qo'yish kerak. Keyin orzu bilan maqsadni chalkashtirmaslik kerak. Mana shuni ko'pchilik farqlanmaydi. Kuni men bir joyda Cambridge universitetida suhbat bo'ldi talabalar bilan. Ularga aytib berdim. Maqsad bilan orzuning farqi bor. Maqsad bu aniq ko'zi yetadigan joydagi mo'ljallangan, qasd qilingan narsa maqsad bo'ladi. So'zning o'zagidan kelib chiqib maqsad, qasd qilasiz uni. Siz qachon qasd qilasiz? Ko'zingiz yetadi, o'shani zarur deb bilasiz, keyin qasd qilasiz, to'g'rimi? Lekin orzu-chi? Orzuda bu narsalar yo'q. Orzuga ayb yo'q deydi-ku. Oyni orzu qilasizmi? Marsga chiqishni orzu qilasizmi? Qilavering. Orzuga ayb yo'q, orzuni qilaverasiz. Lekin orzu bilan maqsadga munosabat ikki xil. Orzuga yeta olmasangiz aybi yo'q. Bir o'sha juda katta martabani orzu qildingiz, podsho bo'lgingiz kelib ketdi, hokim bo'lgingiz kelib ketdi, orzu qilib yordingiz. Lekin hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi, aybi yo'q, mayli. Lekin siz men falon ishni bajaraman, falon xizmatga erishaman, degan maqsadni qo'ydingiz. Endi unga erishmasangiz endi ayib bo'ladi. Masalan, qori bo'laman degan maqsadni qo'ydingiz. Yoki Qur'onni o'tkazadigan darajada savodni chiqaraman degan maqsadni qo'ydingiz. Yoki biror tilni o'rganaman degan maqsadni qo'ydingiz. Maqsadni aniq qilib belgilagandan keyin endi chalg'ib bo'lmaydi. Endi unga erishish kerak. Vositalar. Bir qulay, bir noqulay bo'ladi. Qulayni ham, noqulayni ham yengib o'tasiz. Chunki maqsad qoida shu. Kerak bo'lsa shu yo'lda o'lib ham ketasiz. Ammo chekinmaysiz. Bu maqsad bo'ladi. Agar maqsadga yeta olmasa inson aybdor bo'ladi. Shuning uchun behuda narsalardan xoli bo'lish uchun 4-chi desak ham bo'ladi. Alohida ajratib aytsak bo'ladi. 4-chi ish maqsad bo'lsin hayotda. Maqsad bo'lsin 1 yillik, 5 yillik rejalar bo'lsin. Ertaga nima bo'lishini bilmay ketavermaslik kerak, masalan, yuravermaslik kerak. Kunim o'tdi bo'lib. Siz bitta maqsadni qo'yasiz, rejani qilasiz, qani vaqt topolmay qolasiz o'zingiz. Demak, maqsadni aniqlab olish kerak. Undan keyin demak vaqtimizni foydali narsalar bilan band qilib qo'yishimiz kerak. Hazrat aytardilarki, inson vazifani belgilab olib, har kungi vazifani bajarib borishga harakat qilish kerak va vazifani ozgina yelkani bosadigan qilib qo'yish kerak. Ozgina sal kuch kelsin. Juda bajara olmaydigan emas, lekin bemalol qiladigan ham emas. Ozgina yelkaga yuk tushib tursin. Shuni qilmasam, ulgimay qolyapman. Ozgina yana harakat qilishim kerak. Sal terlang. Ozgina terlang. Vazifa shunaqa bo'lsin. Va o'shanda o'sib borasiz. 1 yil, yarim yilda haligi vazifa sizga yengil bo'lib qolsa, yana ozgina bitta tosh qo'shib qo'yasiz. Mana shundoq qilib, demak, vazifalarni belgilab borishimiz, hayotimizni tartibga solishimiz lozim. Undan keyin mana eng biz hozir vaqtimizda behuda sarflashimizdan oqibatda yo'qotayotgan narsamizdan biri nima bilasizlarmi? Farzand tarbiyasi. Mana behuda vaqt sarflaganimizdan farzandlar ham zoya bo'lyapti. Umri zoya bo'lyapti. Mana bularga e'tibor berishimiz, mana shunday qilib umrimizni band qilishimiz lozim. Loaqal mana hech narsa qila olmayotgan paytingiz bor-a? Misol uchun navbat kutib turibsiz. Navbat kutib turibsiz. Aytaylik, bir narsani o'qib turishga ham imkoniyat yo'q sizda. Nima qilasiz? Zikr bilan band bo'lish kerak. 100 ta istig'for aytib oling, 100 ta salovat aytib oling. Bilgan suralaringizni takrorlab oling. Endi qoriga oson, qori hech qachon bekor qolmaydi. Bekor qoldi, takrorini boshlaydi, chunki takrorini o'qish kerak, vazifasi bor. Endi qori bo'lmagan odam odatdan vazifa qilmaydi, yoddan o'qimaydi-ku. Qori doim hofizasida Qur'on tayyor, qachon bekor qolsa vazifani yetkazish tashvishi bor,
takrorni qiladi. Endi qori bo'lmagan odam zikr ma'nosida tilovat qilish kerak yoki mana shu istig'for, salovat bilan band bo'lish kerak. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Rasululloh akram alayhisolatu vassalam aytdilar: "Kalimatani khafifatani, thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani." Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Ikkita so'z bor, ikkita kalim, jumla bor. Allohga mahbub, tilga yengil, tarozida og'ir. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Rasululloh akram alayhisalom aytdilar: yer bilan osmonni o'rtasini savobga to'ldirib qo'yadi. Kim 100 ta subhanallohi va bihamdihi subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim desa 100 ta yer bilan osmon o'rtasida savobga to'ladi. Bir kuni ustoz Hakimjon Qortog'a, Alloh rahmatiga olsin, bir joyda iftorlikda suhbat qilib berdi. U kishi shunaqa ekanlar. Bir joydan ikkinchi bir joyga kelsa, yo tilovat bilan band, yo zikr bilan band bo'lar ekanlar. Kelib suhbat qilib bering deyishuvdi, u kishiga kuyinib gapirib qoldi. Bu dedi, odamlar dedi, valaq gapdan bo'shamaydi dedi. Mana shu biz falon joydan bu yoqqa kelguncha 2 soat vaqt o'tdi. 2 soatda 4 bora Qur'on o'qisa bo'ladi. Istig'for aytsa necha 100 ta yoki balki 1000 ta istig'for aytsa bo'ladi. Qancha tahlil aytsa bo'ladi. Lekin shuni o'rniga biz yo hayol surib o'tkazib qo'yamiz o'sha vaqtni, yo behuda gap bilan o'tkazib qo'yamiz. Demak, mana shu bekor bo'lmaslik kerak. Zikr, salovat, vazifalarimizni hech bo'lmagan paytda o'sha bilan band bo'lib vaqtimizni demak zoya qilmasligimiz darkor.